Oqtepani yo'lini zo'r qo'yishdi, ko'rdinglarmi akalar? Mana qaraylik. Haydovchilar va piyodalar uchun yaxshi yangilik bor. Toshkent shahridagi Oqtepa maydoni chorrahasida chapga burilish yo'nalishlari ochildi. Piyodalar harakati xavfsizligi va qulayligini ta'minlash maqsadida piyodalar o'tish yo'laklari hamda piyodalar uchun svetoforlar tashkil etildi. Avval Lutfiy ko'chasidan Nurafshon va Seul ko'chalari tomon harakatlanayotgan haydovchilar Muqimiy ko'chasiga o'tib, qayrilib olishlari talab etilardi. Endi ular chorrahadagi svetoforning tegishli ishorasi orqali qayrilib olmasdan to'g'ridan-to'g'ri chapga burilib, Nurafshon va Seul ko'chalari tomon harakatlanishlari mumkin. Shuningdek, Samarqand Darvoza ko'chasidan kelayotgan transport vositalari uchun ham yangi chapga burilish imkoniyati yaratildi. Bungacha Samarqand Darvoza ko'chasidan Lutfiy va Muqimiy ko'chalari tomon harakatlanish uchun Nurafshon ko'chasiga kirib, qayrilib olish zarur edi. Endilikda haydovchilar svetoforning tegishli ishorasi orqali to'g'ridan-to'g'ri chapga burilib, Muqimiy va Lutfiy ko'chalari tomon harakatlanishi mumkin. Natijada haydovchilar bosib o'tadigan masofa qariyb 600 metrga qisqargan. Nurafshon va Muqimiy ko'chalarida qayrilib olish jarayonida yuzaga keladigan tirbandliklar oldi olingan. Yo'l harakatini tashkil etish markaziga ko'ra bu o'zgarishlar orqali haydovchilarning harakatlanish vaqti odatiy soatlarda 4 daqiqagacha, kunning tig'iz vaqtlarida esa 10 daqiqagacha qisqargan.